Bugun HDD va SSD'ni plus minuslarini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun HDD va SSD haqida asosiy ma'lumotlarni qisqa va lo'nda qilib gapirib o'tamiz. Katta hajm, tezkor. Bu fizический disk deb ataladi. Ichida golovka va qattiq disk joylashgan. Windows ustidan qilsak ancha sekin ishlaydi. Shuning uchun Windows uchun eng yaxshi tanlov SSD bo'ladi. SSD ning juda ko'p turlari bor. NVMe, M2, yana skorslariga qarab har xil turlarga bo'linadi. HDDlar esa hozircha unchalik katta farq qilmaydi. HDD uzoq muddatga katta hajmdagi fayllarni saqlash uchun juda yaxshi tanlov. SSD esa Windows va o'yinlarni загрузочный fayllarni ustunofa qilish uchun juda yaxshi tanlov. Windows ustunofa qilsangiz 15 sekundda, 10 sekundda, balki 25 sekundda o'rnatgan dasturlaringizga qarab Windowsga kirib tayyor holatda bo'ladi kompyuter. HDDda Windows ustunofa qilinsa agar 2-3 daqiqa bemalol choy damlab, choy ichishingizgacha vaqtingiz yetadi. Kompyuter mutaxassisligiga doir mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosing va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.